Yevropa İttifaqı vakillar ümiga oson qo'lga kelmaydigan Sharq Turkistonni ziyorat qilish fursatiga ega bo'lib, 17 yanvardan 13 yanvargacha Sharq Turkistonda 3 kunlik ziyorat qilish jarayonida nurg'un Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga munosabatli uchurlarga ega bo'lgan. Fransiya axborot agentligining xabarida 3 kishidan tashkil qilgan Yevropa İttifaqı guruhi Xitoy Markaziy komitetining va yerlik hukumatlarning qo'llashi va hamkorligi ostida Urumchi bilan Qashqar shahrida ziyoratda bo'lgan. Ular nazorat ostida masjid, islom o'qitish qurilmasi va atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarini ziyorat qilgan. Tanqidchilar bu xildagi ma'rif tarbiyalash markazini cho'ng ko'lamda musulmonlarni qamash va majburiy siyosiy tarbiyalash elib berayotgan deb qattiq ayblagan. Lekin Xitoy hukumati bu markazda yig'ib olingan kishilarning ideyasini saqlashtirish, terrorizmni yo'qotish, qaytadan odam bo'lishiga yordam qilyapmiz deb ta'kidlagan. Fransiya agentligi Yevropa İttifaqı guruhidagilarning so'zini naql keltirib, bu qitimliq ziyoratning Xitoy hukumati tarafidan ularga yaxshi ta'sir berish uchun alohida ko'ngil qo'yib loyihalganligini bildirgan. Masalan, ular ziyorat qilgan maktabning tomlarining yangidan sirlangan, kuzatish kameralarining elib etilgan, so'zlashgan kishilarning yodlab olgan nutq so'zidek bir xil bo'lib, ziyorat o'rinlarini alohida o'rinlashtirgan. Shuning bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, xalqaro axborotlari, ilmiy tadqiqot xodimlari va g'ayri hukumat tashkilotlarining dokladida tilga ilingan uchurlarni yana bir qadam to'liqlaganligini, nurg'un kishilarni qoyil qilarliq, o'zaro o'xshash bo'lganligini, Sharq Turkistonda sistemalik insoniy huquqi daxl tarz qilmishlarining nihoyatda ig'irligini isbotlagan. Xitoy hukumati ilgari 12 g'ayri g'arb ellardagi davlatlar va osondagi axborot o'rinlari Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq organlarimi Sharq Turkistondagi tarbiyalash markazlarining haqiqiy ahvolini dalillash uchun ziyorat talab sungan. Lekin Xitoy taraf o'zlarining ichki ishlariga va siyosatlariga aralashmasligini ta'kidlagan. Amerikadagi Bloomberg xabarlar gazetining Bejingda turishli muxbiri Peter Martin yaqinda Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar, Xotan va G'uljining Qo'rg'as qatorliq joylarida ziyoratda bo'lgan. U 10 kunlik ziyorat davomida ko'rganlarini 24 yanvar kuni Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining markazidagi zo'r saqchi davlati mavzusida e'lon qilgan. U ziyorat xotirasini oldi bilan Sharq Turkistondagi bir donglik zibizinnat do'koni xizmatchilarining kunda 2 navbat o'q o'tmas pinjik kiyib, qo'llariga uzun to'qmoq va qalqonlarni elib bo'g'isi hujumlarga qarshi mashq qilayotganligini, ularning nishonining zibizinnat bulonchilik emas, balki Uyg'urlar ekanligini, hukumat tarafidan majburiy o'rinlashtirilgan bu manevrning Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarga qartilgan besim siyosatining bir qismi ekanligini bayon qilish bilan boshlagan. U bunday ko'rinishlarni o'zi ziyorat qilgan Qashqar, Qo'rg'as qatorliq joylardami ko'rgan. U maqolada yuqorqida qattiq nazorat tadbirlaridan boshqa Xitoy hukumatining yana 1 million atrofida Uyg'urlarni lagerlarga qamaganligini bayon qilgandan keyin rayondagi Xitoylarning bu masalaga qanday posiyada bo'layotganligini yaqindan kuzatgan. Peter Martin ziyorati davomida xalqarodagi kishilik huquq organlarining va Amerika komitetining qattiq tanqidiga uchirgan bu siyosatlarni Xitoylarning asosan qo'llaydiganligini bayqagan. Yuqorida tilga ilingan zibizinnat do'koni, ya'ni Yavo at tijorat guruhining bayonotchisi Doshomi ismli Xitoy muxbirga bu xuddi bizning gap anglamaydigan kapsiz bolalarimiz bo'lgandekli bir ish. Ota-onalar ularga yaxshi yomonni o'rgatish kerak degan. Avtorning bayon qilishicha, u so'zlashgan hamma Xitoylar yuqoridagi saypamilli Xitoyga o'xshash so'zlarni qilgan bo'lib, ular hammasi Uyg'urlarni sodiq emas deb qaraydi ekan va Xi Jinpingning rayondagi atalmish taraqqiy qildirish siyosatini to'g'ri deb qaraydi ekan. Ammo muxbir Peter Martin maqolasida bu Xitoylarning haqiqatan shunday o'ylaydiganligi yoki Xitoy Kompartiyasining tashviqotini yotlab berayotganligini farqlantirishning qiyinligini eskartib o'tgan. Biroq Xitoylarning aksicha rayondagi Uyg'urlar bu chet ellik muxbirlar bilan so'zlashishdan qo'rqqan bo'lib, Uyg'urlardan savol so'raslar, ular hamma narsa yaxshi deb amal bor o'zini elib qochishga uringan. U mundaq deb bayon qilgan. Uyg'urlar davomli saqchi tarafidan tutqun qilinish xavfi ostida yashaydi ekan. Saqchilar Uyg'urlarni ko'chada xohlagancha to'xtatib, ularning nega, nima uchun manganligini so'raydi ekan. Hamma yerda metal tekshiruvchi uskuna, 100 tonna sistemasi, kimlik kontrol qilish o'rinlari bor ekan. Hamma yerda hatto hojatxonadami nazorat kameralari bor ekan. Men bir masjidning o'zida 40 kamerani sanab chiqdim.
masjidga kelgan odam nihoyat oz va men butun ziyorat davomida bir qatimmo azan ovozini anglab boqmadim degan. Sharqi Turkistondagi ziyorati davomida eng cho'nqir his qilgan narsa bo'lsa, hammali kishining bir narsalarni xato so'zlab qo'yishdan ansirayotganligi bo'lgan. U hatto Xitoylardimi ashunday kayfiyatni bayqagan bo'lib, kimning rost gap qilayotganligini bilishning imkonsizligini bildirgan. Xitoy hukumatining bu yerdagi qattiq siyosatlarining oz sonli millatlarni majburiy holda tuzashdan allaqachon ishib ketganligini his qildim degan.